Hürmetlik vatandaş, bugün Çislak 2021 yıl 7. ayının 19. günü endilikte leksiyonu başlayımız mavzumunda materyal. Prezident Joe Biden bu sol çağrı bilen cüngüge takabül turdu. Mavzuda haber 7. ayının 18. günü Van Torbit'de ilan kılındı. Haber mındak başladı. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 9. ayının keyinki yerimida Yaponiya, Avstraliya, Hindiston qatorliq davlat rahbarlari bilan jam bo'lib, tunji qatam 4 davlat yuqori darajaliklar yig'ini chaqirdi. Yaponiya Gongtongshi Amerika Washingtondan tarqatgan xabarida mundaq ko'rsatdi. Amerika, Yaponiya aloqador diplomatlardan yetib kelgan xabarlarda ko'rsatilishicha, Prezident Joe Biden hukumati Yaponiya, Avstraliya, Hindiston qatorliq davlatlar bilan Washingtonda 4 davlatning yuqori darajaliklar yig'inini chaqirish uchun anglashma elib beryapti. Xabarda yana mundaq qilindi. Prezident Joe Biden mushu yil ichida Jumhuriyat raisi Xi Jinping bilan suhbat o'tkazishni o'ylashyapti. Shunga avval yuqorqi 3 davlat bilan fikr almashtirmoqchi bo'ldi. Amerika Jumhuriyat davlat rahbarlari qachon uchrashadi? İki taraf 10. ayda İtaliyada chaqiriladigan 20 davlat yuqori darajaliklar yig'inida Amerika Jumhuriyat davlat rahbarlarining uchrashishini o'ylashyapti. Yana bir xabar. Balki favqulodda xabar. Xabarning favqulodda bo'lishi birinchidan bu xabarning Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovdan kelgan xabar bo'lganligi uchundir. Xabarning favqulodda xabar bo'lishi ikkinchidan bu xabarning Uyg'urga qarindosh millat o'zbek tili bilan yetib kelganligidir. Xabarning mavzusi mundaq. Tizkor. Lavrov sirrini açtı. AQSh, yani Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonda her bazı açmakçı. Bu xabarda mundaq deyildi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonda, Pokistonda her bir bazı qurishga urinyapti. Lekin Rossiya Federatsiyasi qo'shilmadi. Men çalıp çok shunchalik anladım. Bunu yezib yaptım bir kechiringlar. Ve hozir Toshkentning o'zbek tili bizga o'xshashlik ko'pildab Uyg'urdek de so'zlaydi, uni anglay olamiz. Shu Amerika ovozining o'zbek tilini toza anglag'ili bo'lmaydi ekan, men chala hamxtila anglab qolgan bo'lsam, kechiringlar vatandoshlar, sizlar bir anglab beqinglar. Agar xabar shundaqli bo'ldigan bo'lsa, bu yana bir qatim yetib kelgan dahshat xabar bo'ladi bu. Neymiş bunda deymiz vatandaşım? 5. ayının 1. günden başlayıp 8. ayının 31. günü Amerika Qo'shma Shtatlari NATO ve ittifaqdosh devletlerinin armiyaları Afganistan'dan çekinip çıkıyor. Xo'sh, 8. ayının 31. günü kelmey turib, yani bir aydan ortiq vaqt o kelmey turib, endi Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda, Pokistonda, O'zbekistonda harbiy baza qurishga urinyapti desa, balki bu so'zni yana Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov desa, bu katta gap bo'lib ketadi vatandoshim. Bu endi YouTube'dan aldık bu xabarni. YouTube'ga bu xabarni qo'yg'uchi dunyodagi yangiliklar. Bu BBC'nin o'zbek tilida berdigan xabarmi yoki Amerika ovozining o'zbek tili orqali berdigan xabarmi? Shuni ayirayolmadim. Dunyo yangiliklari. Mana shu xabardan ko'rasizlar vatandoshlar. Sizlarning ben boshqa sizlarga aytib berdim vatandoshlarım. Bu xabar, sizlarga aytmoqdim, bu xabar YouTube'da
Dünya yenilikleri mavzusu aslında 7. ayının 17. günü verilgen haber vatandaşı.